Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, bizning muxlislarimiz. Bugun bizning bitta jamoamiz Xiva tumanida Barakzon qishlog'ida Xazina 84-uyda Baxtiyoramlarning uyida. Baxtiyoramlarning uyi 1 qavat, xom g'ishtdan qurilgan, jami maydoni 122 metr kvadrat. Üstü yog'och bilan bostirilgan, oynalar aqfa, plastik ramlari. Eshiklar yaxshi utepленный, izolyatsiya qilingan eshiklar. Mana bu yerda darvozaxonasi bor. Kotelimizni mana shu yerga joylashtirdik. Dimoxodimiz stальной izolirованный dimoxod bo'ldi. 6 metr uzunlikda qo'ydik. Yan tarafini endi nima qilib beklaydi bu yerda. Kotelnik qilib. Cooper Pro 16 turbo qo'ydik bu yerga. Kotelimiz bilasizlar, turbonadufli, avtomatikasi o'zida 4 atmosfera давлениеgacha chidab ishlaydi, 160 metr kvadrat qizdiradi. Isitish maydonimiz 122 metr kvadrat bo'lgani uchun shuni qo'ydik. Источник бесперебойного питания qo'ydik. Hozir 244 volt kelib turibdi, 220 voltga tushib turibdi. Bu ham stabilizator, ham UPS vazifasini bajaradi. Yeni akkumulyator 100 amperlik qo'ydik. Shimga sirkulyatsionni nasos 24 litrlik vakuumli bak qo'ydik, закрытый sistema qildik. 32 lik trubalar bilan podacha обратка qilib ishladik. Pastdan o'tirishni ma'qul ko'rdilar, shuning uchun mana однотрубный sistema qilib o'tirib berdik. Bypassga ehtiyojimiz qolmadi. Tak, bu yerda slif uchun va ortiqcha havolarni chiqarib berish uchun kranik, pastda slif uchun kranik qo'ydik. Hamma datchiklarni uladik. Xudo xolasa kotelimiz yaxshi tayyor. Ballarimiz загрузка qilib turibdilar hozir. Mana ozgina o'rin tashladik, izindan ko'mir tashlab beramiz. Baxtiyor akam ruxsat bersalar, yaqinlasak bo'ladi. Ruxsatmi? Ruxsat. Kotelimizni mana shu knopka bilan yoqib o'chiriladi. Ana yaktık. Установленная температура 60. Hozirgi datchikimiz sezib turgan temperatura 29. Работает. Basib tursak ishga tushadi. Ana ventilyatorimiz ishlab boshladi. Hozircha bizga ventilyator kerak bo'ldi. Buni o'chirib turib alishtirib olamizdan rejim rozjetda qo'yib yoqib beramiz. Kotelimizni yoqib oldik. Tak, значит, bu yerda bir ozgina menyu to'g'risida ana buni bossangizlar menyuga kiradi. Kim Pro ishlatib o'tirgan bo'lsa, Pro Turbo ishlatib o'tirgan bo'lsa, mana bu yerda значок qo'ying. Hozir yana birinchi ventilyatorda turibdi. Buni ichiga kirish uchun yana menyu bosiladi. Mana maksimalniy mощностьni ko'rsatib turibdi. Bir marta menyu bosilib, mana buni ko'paytirib, kamaytirish mumkin. Bizlar hozircha 20% ham yetadi. Nazar. Keyingi rejimlari ручной rejim, заводской настройки, servis, modem, sbros ошибки. Mana shu ko'pincha kerak bo'ladi. Kotel avariya berib o'chib qolgan vaqtida pik aytib ketadi. Shu vaqtda girib sbros ошибки qilib berish kerak постоянно. Shuni bilib qo'ying. Kotelimizni 61 gradus qo'ydik. 67 gradusda ventilyatorimiz to'g'ri o'chdi. Baxtiyor akam bilan ichanlarning radiatorlarini ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Mana bu uyimiz yana patologlarimiz 3-10 malarga tayyor bo'lib turibdi. Bu yerda birinchi tochamiz. Bu hozir 67 gradus ko'rsangiz bo'ladi. Bak. Yanda ikinchi tochamiz, xudo xolasa. Tekshirib olsangiz, podachani yuqoridan ishladik, 100% quvvatidan foydalanish uchun. Qizganmi? Tak, bu yerda uchinchi tochamiz. И душевой. Qizgan. Bundan keyin zallar bor. Pishibmi?
Siz ishlatasiz endi uni. Ko'proq surgani bo'ling. Keyingi xonamiz zal. Mana bu xona bo'ladi. Aha. Keyingi to'shamiz bu dalan giraverish. Bor yaxshi. Mana bu eshikdan kirgan sovuqni ushlab qolish uchun. Bir oxirgi to'shangiz xudo xolasa. Hammasi bir xil. Va patologlarimiz xudo xolasa malarkaga tayyor bo'ldi. Mana bunday nabaqchar akaman sertifikatlarni ham taqdim qildik. Mana sertifikat соответствия Rossiyada ishlab chiqarilgan. Mana Novosibirskaya oblast Teplodar kompaniyasi sanoat xavfsizligidan mana shu sertifikat bilan ro'yxatdan o'tgan. Undan tashqari bizning kacholda og'zaki gap yo'q. Boshqa kachollarga o'xshab mana zavodskoy nomeri turibdi. Mana bunda kitobida ham shu zavodskoy nomeri bilan mana свидетельство о продаже qaysi firma bosdi, qachon sotildi, hammasi ko'rsatilgan. Kitobning ichida 4 yil garantiyasi ko'rsatib o'tilgan. Og'zaki garantiya 100 yil ham bersa bo'ladi. Og'zaki. Lekin hujjat bilan berib turgan garantiya bu hujjatli garantiya hamisha ishlaydi degan gap. Bundan tashqari mana sertifikat. Bu O'zbekistonda mana shu kacholni ishlatish mumkin. O'zbekistonda o'rnatilgan xavfsizlik talablarini va hamma talablari javob beradi degan hujjat mana shu bo'ladi. Kacholimizni 61 gradusga qo'ydik. Mana 61 ga tushganda o'zi avtomat rejimda ishlab ketdi. Xudo xolasa. Endi baxtsiz ekan bo'ldi, o'chiraringlar dedi. Ichida o'zi ozgina o'tin tashladik. Mana shu ahvolda qoldi. Uylar ham qizib ketdi. Hamma radiatorlarni tekshirib chiqdik. Xudo xolasa. Baxtsiz ekan fikrlarini so'raymiz. Bu yerga telefonlarimizni yozib qo'ydik. Любой vaqti al-Uramin сразу telefon qilishlaringiz uchun. Qani, Baxtsiz aka, fikrlaringiz nechga ekan shunga kacholimiz? Katyolina ajoyib xoladik. Yanlışı neyi hemen erseniyle adımlarınızı gösterip ettiler. Rahmet. Şu sıfatına hem neyle hemen ersesine gep yok katyolunun. İşleşler hem yakışır kızdırışam. Az teşrif gördük yine. Üzerinizden birge. Rahmet. Sizem rahmet. O'zi nereden qiziqib qoldingiz buna? Bunu ben bir iki danışlarım tavsiye etmediler. Ha. Hem Instagram'lardan görüp kalmadım. Ha. Şu üzüm barıp hakikaten teşhir net gördüm daha mesela şu kol bala neler bir iki neler Ha. farkını yakşayacağım, çok yakşayacağım bunlar. Rahmat. Esa xudo xolasa qo'ygan hamma narsamizga 1 yil garantiya, kachola 4 yil garantiya. 1 yil davomida любой yerinde biror bir ishkal chiqadigan bo'lsa, hammasi Emali Group kompaniyasi hisobidan sotiladi. Besplatniy. Endi agar uyingizni remont qilsangiz, radiatorlarni olsangiz, qo'ysangiz, ular ham kelib üzerimiz qo'yib, qish oldi sezonda yana bir marta yoqib, o'sha qish sezoni tayyorlab berib ketamiz, xudo xolasa. Asa katta rahmat bizani tanlaganingizga, Teplodar kompaniyasini tanlaganingizga, shu uylaringizda yaxshi gullab bo'lsa, ahligingizga katta rejalarni qo'yibsiz. Remontlarni qilib, chiroyli to'ylarni qilib o'tiring. Katta rahmat. Sizlarga rahmat. Hammangizga taklif qilib qolamiz. Teplodar kompaniyasining ko'prik kachollar bilan biznes ishda va bizani kompaniya bilan Emali Group bilan. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.